Hammaga assalomu alaykum. Bu men avvalgina umuman videoga tushish sizga yaxshi ko'rmaydigan erim. Trend videoni olmoqchimiz, ya'ni 10 balli sistema bo'yicha qanchalik jahliz chiqadi agar men degan videoni. Tayyormisiz? Videomi? Yo'q, boshqa video. Hamma bilib olsa siz nimaga jahliz chiqishini. Xo'sh. Birinchi savol, agar men uyda ovqat qilmayman umuman, faqatgina zakaz qilamiz desam, qanchalik jahliz chiqadi? Jahlim chiqmaydi. Qilmasang qilma. Zakaz faqat ovqat yeymiz, faqatgina zakaz qilamiz desam-da. Boshqa video olamiz aysa. Yo'q, shuni olamiz. Videoga oldirish shunaqa qiyin, dahshatli darajada qiyin. Hamma sizlar ko'rayotgan videolaringlarni olinish jarayoni xuddi shunaqa bo'ladi. Video yoqiladi. Lekin yarmiga yetmasdan to'xtaladi. Keyin gorani jahli chiqib, xafa bo'lishni boshlaydi. Doim shunaqasi, deb baqirishni boshlayman, yig'layman ham ba'zida o'rtada. Ana undan keyin o'lganlarini kunidan keyin videoga tushib beradilar. U ham agar gapirmasalar yoki bu narsada ko'rinmasalar ham mayli, lekin qanaqa qilib degan savol meni qiynaydi. Axir mediyniy inson. Xuddi buni studiyaga borishga o'xshaydi. Chaqib olishlarini. Voy, joyida. Qanday studiyaga borsa? Kim hozir mana kim aytibdi shu studiyaga kelaylik? Kim aytibdi shu studiyaga kelaylik deb? Men aytdimmi? Hozir studiyaga kelib ashulani yozaylik deb aytdimmi? Siz bir marta ham hayotingiz davomida mana bu videoni olaylik deb tayyorgarchilik ko'rib videoni olmagansiz-ku. Mana bor haqiqat. Shunaqa. Gapiring endi. Bir narsada meni ayblamoqchi edilar, qarasalar o'xshamadi. Jim bo'lib qoldilar.